Gidrostrelka, ko'pchilik gidrostrelka haqida nima qilishadi? Gidrostrelkani o'zi maxsus dasturlari bor. Bizda eng ko'p ishlaydigan shu dastur. Masalan, sizda gidrostrelkangiz, sizda obyemingiz bor, masalan, 80 kilovolt obyemingiz bor, 80 yozadigan bo'lsangiz, delta 20 da ishlayapsiz. 80 kilovolt obyemingiz delta 20 da ishlayapsiz. Gidrostrelka avtomatik sizga tavsiya qiladi. Gidrostrelkaning tezligi bor, o'zini bilsalaring. Gidrostrelka tezlik 0.1 dan 0.2 gacha bo'lishi kerak. Kollektorda tezlik 0.2 dan 0.4 gacha yoki kerakgan liniya tezligi bilan bir xil bo'lishi kerak. Chunki gidrostrelka 0.1 ga tushganda shu yerda shlaklar, havolar chiqib ajraladi. Shunga qarab hisob-kitob qilinadi. Demak, sizda agar 0.1 tezlikka tushadigan bo'lsa, tavsiya bo'yicha 110 tali turba qo'yasan deyapti gidrostrelkaga. Sizda agar 110 tali turba bo'lsa-ku, qo'yishingiz mumkin. 110 yozsangiz, mana haqiqatan 0.1 tezlikka tushdi deydi. Agar sizda masalan shu yerda 100 lik bo'lib qolishi mumkin turba, 0.12 tezlikda bo'lyapti, bu ham bo'laveradi. Agar shu yerda siz adashib yoki yo'q bo'lib 76 lik qo'yib yuborgan bo'lsangiz, tezlik 2 dan oshib ketadi-da, gidrostrelka o'z nimasi ishlamaydi. Normasi bo'yicha. Demak, sizda 100 lik turba bor. Endi kollektorda tezlik 0.4 gacha bo'lishi kerak deganmiz. Demak, bu yerda 55 ta turba qo'ysa ham bo'laveradi, deyapti. Agar sizda 50 tali qo'ysangiz 45 bo'ladi. Agar siz chekka masalan 60 tali qo'yadigan bo'lsangiz 0.34 tushadi. Bu zarari yo'q. Agar bu narsa ikkilanib ketsa 40 tali qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, bu narsa PPRda bilmasdan 40 tali, ichki diametr 40, ichki diametr 40 qilib qo'ygan bo'lsangiz, bu 76 tezlik bo'lib ketadi. Bu yerda shum paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni mashinaga asoslanib ishlash kerak. Demak, ichki diametr bizda kamida 55 bo'lsa, normal holatda ishlaydi. Agar sizda haqiqatda 55 tali turba qo'ygan bo'lsangiz, tavsiya bo'yicha 55 beryapti, 55 qo'ygan bo'lsangiz, shu asosda gidrostrelkani kollektorlarda o'sidan o'sgacha oralig'i 30 sm bo'lishi kerak. Bu o'sidan buni balandligicha 16,5 sm bo'lishi kerak. Pasti ham bir xil 16,5 sm bo'lishi kerak. Agar 55 turba qo'ysangiz, chunki siz 60 da qo'yadigan bo'lsangiz, buni razmeri o'zgaradi. Endi sizda kontrollar 20 rezba bo'lsa, agar 20 rezba qo'ysangiz, orasida 10 sm joy bo'lishi kerak. Agar 25 ta qo'ymoqchi bo'lsangiz, orasi 15 sm masofa bo'lishi kerak. Bu o'sha 32 tali qo'ysangiz 18 sm orasida masofa bo'lishi kerak deb chiqaraveradi. Endi bitta narsa, bu gidrostrelkaning ishlaydigan maxsus dasturlar bor. O'shalarni solishtirib ko'rsangiz faqat bir xil keladi. Bitta narsa bor, mana shu 20 lik gidrostrelka bilan 20 lik birinchi kontrakt 20 lik rezba bo'lib, ikkinchisi 25 lik rezba bo'ladigan bo'lsa, mana shuning orasida 1 sm farq bo'ladi. Biz endi 13 chiqib qoldi. Bu uncha ahamiyatga ega emas deb o'ylayman. Agar buni masalan 32 bilan 25 orasida ham mana shu 160 bo'lishi kerak. Shu farqi bor, xolos. Qolgan yog'i bir xil ishlaydi. Gidrostrelka ishlash qurilmalari bu. Qiziqarli bo'lsa tushuntirib beraman. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.